aynan sizlar uchun Xadovoy lokatsiyada, ya'ni 4-kvartal, 3-etaj, 3 xonali kirpichli kvartira topib qo'ydim. Batafsil ma'lumotlarni videoni davomida aytaman, narxini esa oxirida aytaman do'stlar. Ungacha bizga obuna bo'lib, o'z fikrimizni bildirib, like bosib qo'yamiz. Qani endi unda biz boshladik do'stlar. Xullas, kvartiramizni do'stlar, obzorini spalnidan boshlaymiz. Bu kvartiramiz umumiy maydoni 64 kvadrat metr bo'ladi. Ko'rganimizdek bu spalni xonamiz do'stlar. Yashash maydoni 38 kvadrat metr. Uyda egalari mebelni katta qilib qo'yishibdi havasga. Bu mebelimiz shaxsan sotib olgan счастливчик mijozimizga qoladi do'stlar. Bu yerda ko'rgan gilamlarimiz olib chiqib ketiladi. Bu yil qo'yilgan kotyollarimiz eng oxirgi rusumdagi, gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rganimizdek havas qilsa arziydigan obogrevatorlardan biri. Oynalari akfa sifatli romlardan qilingan. Bu yerda shaxsan manzil tushuntirib o'tadigan bo'lsam, avtostansiyani shunday yonginasida toqqa qaraganda manzarani tunda ham, ertalab ham quyosh chiqqanda ham ko'rib, odamni bag'ri dili shunday yayraydigan joy do'stlar. Umuman olib aytganda, bu joyda lokatsiyasi nega hozirda yaxshi, ham Xadovoy, ham o'zingizga. Birinchi o'rinda yo'l ustida, bu yerda rohatga ketadigan, keyin Olmaliq Qo'qongaron ketadigan taksilarimiz bo'ladi do'stlar. Bu yerimizda esa do'stlar maktab bog'chaga yaqin. Bu kvartiramizning oldida 8-maktabimiz bor, bog'chalarimiz bor, 34-maktab ham bor adashmasam, yo'lning narigi buyog'ida. Bu yerimiz spalnyamiz, aytib o'tganimdek mebellari qoladi, gilamlar olib chiqib ketiladi. Bu yerimizda esa do'stlar detskiyimizda pardalari qoladi, ko'rpa to'shaklari olib chiqib ketiladi. Katyollari bor, har bitta xonalarida dit bilan remont qilib qo'yilgan. Bu yerda ham akfa romli, sifatli oynalar qo'yilgan do'stlar. Qishda qaytarib o'taman, issiqqina, yozda salqingina, lekin manzaraga ham отдельно bir respekt bosib, like bosib, o'z fikrimizni bildirib qo'yamiz do'stlar. Ya'ni toqqa qor yog'sa, tog'dagi qorlar erisa, shunday bemalol ko'rib, bu yerda bir videolarni olib qo'yadigan joy. Xullas, katyollarimiz ham bu yerdagi hammasi yangi. Shaxsan uyda egalarini o'zi bu yil qo'ydirishgan ekan, eng oxirgi rusumlarini. Aboylariga ham shaxsan o'zim e'tibor berib, havas qildim. Aboylari ham yaxshi, zo'r tanlangan, ya'ni qimmatidan o'zlariga havasga qilishgan ekan do'stlar. Sotilishini sababi uyda egasini shaxsan o'zi boshqa yerdan, boshqa lokatsiyadan kvartira olmoqchi ekan. O'ziga ma'qulroq bo'lgan joydan bu yer kirpichli bo'ladi. Bu yerimiz kiraverish zonasi. Bu yerda hojatxona bilan vanna отдельно qilingan. Bu yerda mana hojatxonamiz, tepasida aristonimiz, issiq sovuq suvdan umuman muammo yo'q. Uyda egalarining aytishi bo'yicha do'stlar, bu yerda top-tozagina hammomimiz, ko'rib turganimizdek kengina, dushovoy, hamma narsasi ishlaydi. Bu yerimizda do'stlar oshxona, oshxonadagi ko'rgan холодильник, kiradigan mashina va balkonda ko'rgan televizorimiz olib chiqib ketiladi. Qolgan ko'rib turgan barcha narsangiz aynan nima? Ko'rpa to'shak, idish tovoqdan tashqari bonusiga pilisos qo'shib beraman deyishdi. Qoyil. Bu yerda do'stlar, mana katyolimizni miyasi, yana o'zimizni shu Angren shahrida boshqa joylarda bilmadim-u, adashmasam yo har seshanba yo har payshanba suv o'chadi. Uyda egalari shu joyni ham o'ylab, masalan, mehmon keladigan payti bo'lib qoladi, yo suv yo'q payti bo'lib qoladi, 300 litrlik bochka orqali har bitta, masalan, hammomgami, hojatxonagami, bu yerdan rakvinadanmi suv chiqadigan qilib qo'yishgan ekan. Bunday ulab, burchagida 300 litrlik bochkasi bor ekan. Keyin bonusiga routerda ham qoldirishar ekan do'stlar. Ya'ni bu ham sizlarga plus. Qiynalib, boshni achdi, vaqt ketkizish, shunday routerda ham chaqirib o'tirmaysiz, tayyor pulni to'laysiz, adashmasam 150 ming, 170 ming bo'lsa kerak oylik to'lov. Manzilni qaytarib o'taman. Shunday avtostansiyaning yonida kirpichli 3 xonali kvartira 3-etajda, umumiy yashash maydoni 64 kvadrat metr. Ya'ni umumiy maydon 64 kvadrat metr, yashash maydoni esa 38 kvadrat metr bo'ladi. Balkonlari kengina, eniga 2 metr, uzunasiga 6 metr do'stlar. Bundan batafsilroq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun
bizga aloqaga chiqaveramiz. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, batafsilroq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Hozir sizga zalni ko'rsatib o'tamiz do'stlar, batafsil. Bu yerimizda zalimiz joylashgan. Zalimiz ham kenggina, shinamgina. Tepada ko'rib turganimizdek natijnoy patologlar havasga zo'r qilingan. Bu yerimizda ham qimmat aboylar, havas qilsa arziydigan. Ko'rib turganimizdek shinamgina. Uyda egasi narxini do'stlar, ochig'ini aytaman, $43.800 detgan edi. Savdolashib, juda ham ko'p savdolashdik, vaqtimiz ketdi, lekin shunga yarasha o'zimiz aytgan narxga erishdik. $42.000 qilib qo'ydik. 3 xona, 3-etaj, kirpishli kvartira. Menimcha shu narxga arziydi. Chunki qancha shu sotuvchiga qimmat bo'lsa, oluvchiga arzon bo'lsa deydi-yu, lekin biz sotuvchiga arzon bo'lsa, oluvchiga ham arzon bo'lsa qilib, hamyonbop narxda qilib qo'ydik. $42.000 naqdi bor insonlarga bemalol kelib, joyda yanada savdolashib xarid qilishingiz mumkin. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerdagi do'stlar, ko'rib turgan mebellarimizni barchasi qoladi, ya'ni stolimiz qoladi, keyin pardalarimiz qoladi. Bu yerda ham kotyollarimiz bor. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Ko'rpa to'shaklarimiz olib chiqib ketiladi. Bizni kuzatishda davom etamiz. Bundanda foydaliroq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun, bundanda zo'r hamyonbop narxdagi kvartira, mashina, tovarlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib kuzatishda davom etamiz. Rahmat.